Hammaga salom do'stlar, men ismim Bron va bilasizlarmi, men bir narsaga har doim qiziqib kelganman. Agarda men kanalimni shunchaki yopib yuborsam nima bo'ladi? Ha, do'stlar, men kanalimni yopmoqchiman, chunki hech kim obuna bo'lmayapti. Ha, bu yerda nima? Hoy, jitlar, ha? Nima bo'lyapti? Bizni mana bu qo'shni aldab ketdi. Aldab ketdi, ha, hammamizdan pul olgan va bermayapti. O'zi esa uyda yo'q. Tushunursan, qayerdadir yashirinib olgan bo'lsa kerak. Hal topaylik. Ko'zini o'yib olaman. Tushunarli, yomon bo'libdi jitlar, hamdardman. Ha, rahmat. Uni ko'rmadingmi o'zi? Yo'q, bu uyda yashaydigan jitilni ko'rmadim. 1-2 marta ko'rgandim. U bilan hattoki do'st ham bo'lgandik, lekin mendan pul olmagandi. Ehtiyot bo'lda kelsa, pul berma unga. Hammayli harakat qilaman. Rahmat ogohlantirganing uchun. Aha. Ha, mer nima dedi? Mer yordam bera olgani yo'q. Tushunursan, yomon bo'libdi. O'zi mer faqatgina nima desam ekan, aytganimizni qilmaydi, yordam bermaydi. Balki yangi mer toparmiz, nima deysizlar? Baribir ham hammasi bir ko'r bularni. Baribir ham hozir yangisini aytganimiz bilan, tayinlaganimiz bilan yana boshqatdan keladi bu mer. Nimaga? Qo'ymaydi. Bu o'sha o'zining joyiga nima desam ekan, xullas o'rnashib olganda ikki qo'li bilan, ikki qo'li yengida. Ha, tushunarli. Mayli, men ketdim. Davay, fuk do'stlar, bularning oldida o'tirib bo'lmaydi, aks holda darrov siyosatga aralashtirib tashlashadi. Mayli. Janob mer, qayoqqa ketdi bu? Tushunursin. Endi nima qilam? Mayli. Eng qizig'i bilasizlarmi nima? Mer har doimgidek bu jitillar aytgandek yo'q bo'ldi. Nima? Mer yo'q deyman joyda. Ha, har doimgidek. Nima qilmoqchi eding? Bug'doylarni topshirmoqchi edim. Mayli, omad sizlarga. Bo'ldi do'stlar, nima ham qilardik? Mer shunchaki kelishini kutamiz. Ha, kun ham yaqinda botishni boshlaydi. Men esa tushunmadim nimaga podval yopilib qolgan. Do'stlar, videoni boshqa aylantirib bir ko'rib kommentariyada yozinglar, yopiqmidi yoki ochiqmidi? Menimcha ochiq edi, tushunmadim. Yoki esimda yo'qmi yopganim bilmasam, podvalni ishlatmasam, shunchaki ochiq turgan edi. Ha, mayli, tak, bu kerak emas. Mana buni olamizda. Hozir ochib qo'yamiz, chunki yopiq tursa nami qilib qolishi mumkin. Bu nima bo'ldi? Jitil qo'shni, salom. Nima qilyapsan bu yerda? O'tiribsan. Ha, nima sen tushunmadim. Seni hamma qidirib yuribdi. Bilaman. Xo'sh, nima demoqchisan? Nima deyishim kerak? Yordam bersang yaxshi bo'lardi. Kimga? Ana u jitillarga pulni olib qo'yganingga qaytarib bersang bo'lardi pulni. Yo'q, qanaqasiga yo'q? O'ylab ko'raman. Qaytarib beraman, faqat hozir emas. Ha, mayli. Sen aytganing uchun ham qaytarib beraman. Sen mening do'stimsan. Молодец, jitil. Mayli, omad senga, rahmat. Eshikning o'rtasidan o'tib ketdi-yu. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Shunchalik yuzi g'isht bo'lib ketganki, qarz olaverib, даже eshiklarni, devorlarni ham ichidan o'tib ketsa kerak. Mana bu yerga qanday kirib oldi bilmadim, lekin o'zi qurib olgan shekilli. Podvalning ichidan kichkina choycha. Mayli, bo'ldi. Hozir biz nima qilishimiz kerak edi, do'stlar? Birinchi navbatda men sizlarga shuni aytmoqchimanki, kanalga obuna bo'lishingiz shart. Bu juda muhim, chunki men shuncha videolar qilaman, sizlar esa obuna bo'lmaysizlar. Menimcha bu umuman adolatsiz ish va davay podpisatsiya qilsin hamma. Qani ko'raychi, obunachilar qancha bo'libdimi? Tak, jitillar hali ham joyida turibdi hammasi. Ha, umid qilamanki qaytarib beradi. Jitil. Xo'sh, men pullarni qaytarib berdim, lekin o'zimda qolmadi. Shaharga borib kelishga pul berib tur. Yo'q, hammasini berdingmi? Ha, qarzlarimni qaytardim. Qoyil. Qancha kerak? Qancha bo'lsa ham ko'nglingdan chiqarib bersang yaxshi bo'lardi-da, do'stim. Mayli, hozir. Mana shuncha chiqdi. Yetadimi? Yetadi. Katta rahmat senga, do'stim. Katta rahmat. Aniq qaytarib beraman. Bir necha kunda cho'zmasdan. Davay, ishondim senga. Mayli, men ketdim shaharga. Xo'p. Bo'ldi do'stlar, endi tak, jitil ketyapti. Merning yonigami? Aytgancha mer, do'stlar. Axir bug'doylarni topshirishimiz kerak. Yo'q, qani edi? Hozir mana bularni olamiz. Xo'sh, hozir esa olib borib berishimiz kerak. Yaxshi. Ha, agrot o'sishni boshladi. Bu juda ham zo'r. Faqatgina men hayron bo'lgan narsa shuki, nima uchun mana jitil qaytarib berdi-ku? Nega buncha mojaro qilishdi? Hoy, janob mer, ha, ertalabdan yo'q edingiz. Ha, ana u qarzdor jitilning yoniga bordim. Nimaga pul yarim? Bilmaysanmi? Yo'q. Qanaqasiga bilmaysan? Qanaqasiga bilishim kerak? Men tushunmayapman, nima demoqchisiz? Shunchaki axir jitil, qaysi jitil? Nima jitil? Nimaga menga pulni yarimni berdingiz, ayta olasizmi? Shunchaki Maxwellni taniysanmi? Qaysi Maxwell? Ana u qarzdor jitil bor-ku. Tushundim. Ertalab jitillar yig'ilib bo'lgan. Ha, xo'sh, shu keldi aytdiki, sizlar do'stsizlar deb bir ikkita jitillar tasdiqladi va oyligingni yarimini olib ketdi. Nima, siz berib yubordingizmi prosta tak? Nima qilay, do'stiman dedi va tasdiqladi bir ikkitasi. Qo'yil, janob mer, bravo sizga. Prosta tak birovga meni pulimni berib yuborsiz. Ha, men nima qilay endi? Mayli, o'zim hal qilaman.
Qo'yil tasavvur qilyapsizlarmi? Bu mer meni pulimni olib, ana bu qarzdor jitelga berib yuborgan. Shunchaki ikkita jitel ha do'sti deb tasdiqlagani uchun qo'yil bu ketishda uyimni ham ko'z ochib yummasdan berib yuborsa kerak. Nimaga eshik qish? Axir o'tgan safar yopish uchun shunaqasiga qo'ygandim. Lekin yopish bilan shug'ullanmayapman. Shuning uchun ochib qo'yganim ma'qul. Tak, mana bunday qo'yamiz. Bo'ldi, chiroyli. Lekin pulimni berib yubor. Bilasizlar, men bunday bo'lishni istamayman. Men hozir boraman-da, bir jitelga murojaat qilaman va uni hammangiz tanisangiz kerak. Ana bu tarafdagi Kuznetsada yashaydigan bezori jitel. Shuni yoniga boramizda aytamiz, davay bizga yordam ber deb. Yozga esa 32 ta izumrudni o'shanga bersak bo'ladi. Ha, do'stlar, shunda ana qarzdor jitel boshqa hech kimdan qarz olmasak kerak. Tak. Voy, bezori, buzma eshikni, nima deysan? Xullas qara, mana senga 32 ta izumrud. 32 ta? Men kimni o'ldirishim kerak? Yo'q, o'ldirish shart emas. Qarzdor jitelni bilasanmi? Ha, bilaman, butun qishloq biladi-ku. Nima qilish kerak shuni? Xullas u mendan pul olgan va oyligimni yarmini ham merdan olib ketibdi. Shu jitelni bir adabini berib qo'y, o'ldiraymi? Yo'q, o'ldirish shart emas. Aha, shunchaki adabini berib qo'y bo'ldi. Tushunarli. Hop, mayli, qachon? Istagan vaqting. Hozir shaharga ketdi menimcha. Kechroq o'zing bir xullas menim chaqirda yoningga. Hop, men ko'rishim kerak. Bo'pti. Ajoyib do'stlar, bo'ldi. Muammo hal qilindi. Mana shunaqasiga hal qilish kerak. Ana endi ko'ramiz yig'ilishini qanday qilib. Hayron qolsa kerak ekan do'stlar. Qanday qilib meni oldimga keldinglar? Nima uchun deb. U hozir hali shahardan qaytsin, kech bo'lganda ko'radi bizdan. Shuning uchun ham shunchaki kutish holida qolasiz. Ungacha esa jimgina o'tiraman-da, televizordan tuzatishga harakat qilaman, chunki umuman ishlamayapti. YouTube'dan ko'raman. Ey, tak, baribir yonmadi. Nima? Ketdik. Qoyil xo'sh, qani mana qorni ustidan chiqa olmayapman-ku. Sakrab chiqchi. Yo'q, mana bunday chiqish kerak. Menimcha yetmayapti. Ha, mayli. Menga yetmadi, sakrab chiqamiz. Tak, sen taqillat chiqarachi. Voy, jitel. Uzr, pulni hozir bera olmayman. Bezori. Ha, menman. Qanotchi. Ochmayman. Buzma eshikni. Xo'sh, pullarni qachon qaytarasan? Qaysi pullarni? Qishloqliklarning pulini, meni pulimni va bunikini. Kimnikini? Sen olib bilmay. Bo'ldi, mana bu boshqa gap, Mana shunday qilsak bo'lar ekan-ku, kuch ishlatmasdan. To'g'rimi, jitel qarzdor? Ha, shunday. Bo'pti, eslab qolaman boshingni. Agarda yana bir marta shunday qiladigan bo'lsa, senga o'xsam bironmin oyoqlarini, qo'llarini sindiraman. Qoyil, shunday qil. O'sha yerga bu ahmoq qarzdor jitelni. Bo'ldi, yigitlar, boshqa unday qilmayman. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ketdim, Ha, do'stlar, mana shunday qilish kerak edi. Qoyil bo'pladi, lekin mana endi aniq olmaydi. Nimaga qarayapsan? Bo'ldi, ketdim. Tushunursin, bo'pladi. Ha, quyosh ham botib qoldi. Bu pullar stop meniki emas. Axir aytdi-ku, boshqa jitellarni ham jurnursin do'stlar. Bu pullarni nima qilishni bilaman. Tak, bularni yashirib qo'yishim kerak. Hozirroq tak olamiz, yaxshi. Shu va albatta kirka kerak bo'ladi, chunki buni yer tagiga yashiraman. Xo'sh, hozir mana bunday qilamiz. Bo'ldi, bizda sandiq bor, endi shuni ichiga izumrudlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Tak, endi esa ketdik, o'rmonga otlanamiz. O'rmonning ichkarirog'iga hech kim topolmaydigan, lekin o'zim eslab qolishim mumkin joyga qo'yishimiz kerak. Yo'q, bu yerda bo'lmaydi, juda ham yaqin qishloqqa. Xo'sh, qani qayoqqa qo'yishim mumkin? Mana u yerda nimadir ko'ryapman, qizil gullar, balki shularning unda. Yo'q, odamlar kelib, mana bu yerda qo'zg'orin turibdi, shuni tagiga qo'ysam bo'ladi. Jitellar qo'zg'orinlarni yoqtirishmaydi, yoniga kelishmaydi. Qoyil. Mana shu yerga yashirishim mumkin, chuqurroq. Ha, mana buni hozir kovlaymiz va o'ylashimcha 5 blok tosh yetdi va mana endi tagiga qo'yishni boshladik. Ajoyib, buni qaranglar, shuncha bloklar, shuncha. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldirishlar mumkin, qancha bo'ladi bu izumrud? Juda ham pul, judayam ko'p pul. Tak, hozir esa buni endi yopishimiz kerak va ketdik, tepaga chiqamiz, yopib tashladik hammasini. Endi hech kim topa olmaydi degan umiddaman. Bo'ldi. Qoyil, buni oldiga jitellar aniq kelishmaydi, o'yinchilar ham kelishmasa kerak o'rmonni bunchalik ichkarisiga. Qoyil do'stlar, endi esa ketdik. Qani boramizda? Hech kim meni kuzatmayaptimi? Yo'q, hech kim kuzatmayapti. Qoyil, qaytsa do'stlar, bilasizlarmi? Menda bir g'oya bor. Pulni qayerga? Bu nima bo'ldi? Juda ham g'alati shaklda sizlarga aytsam, hamma e'tibor bermaymiz. Xullas, nima demoqchi edim? Gap shundaki, men bu pullarni nima qilishni bilaman va u pullarga nima qilishimiz mumkin? To'g'ri, mashina olishimiz, chunki mashina qishloqda juda ham kerak bo'ladigan narsa, shaharga borib kelishga. Juda ham ko'p pullarni ishlab olishim mumkin bo'ladi agarda mashinam bo'lsa va jitellarni qishloqqa olib borib kelsam. Bir jitel mashina sotayotgan edi yoki o'yinchimda esimda yo'q, xullas. Hozir shuni yoniga boramiz. Kuznetsada yashar edi. Menimcha o'yinchi edi. Все-таки
Rosta skinini ko'rmaganman, esimda yo'q. Mana bu Jiguli. Sizlarga kelinglar, yaxshisi sразу ko'rsatib o'taman. Yashil, sport stilida. Ha, mana bu zo'r bo'ladi. Buni qaranglar, chiroyli, faralari ham yashil rangda. Xo'y, o'yinchi, ha, nima deysan? Ha, nimaga skiningiz bunaqa, birodar? Nima qilibsiz skinimga? Bilmasam, mana bunday qilib o'zingizga qarangchi, o'zimga yo'q, bu Ashrafga berib yuborgan shekilli. Ha, mayli. Blok kerakmi? Yo'q, kerak emas. Nimaga kelding? Men mashina so'ramoqchi edim. Mana bu Jigulini. Qanchaga sotyapsiz? Bunimi? 16 blok izumrudga. 16 blok izumrud? Ha, juda ham qimmat, bilaman. Lekin agarda puling ko'proq bo'lsa, juda ham yaxshi varianti bor. Oppa, bu qanaqangi dvigatel? V8 Jiguliniki V8. Ha, qoyil, turbo dvigatel, qoyil. Yana qanaqa variantlar bor? Xo'sh, o'ylayapman, okey. Bir variant bor, faqatgina boylar uchun. Lekin senga balki Jiguli ham bo'laverar, ukam. Yo'q, menga Jiguli bo'lmaydi, pulim ko'p. Qancha? Ancha degin? Ha, ancha. Ko'rsasammikin, yo'qmi, xullas. Xo'sh, parkovkada turibdi. Faqat hech kimga aytma, xo'pmi, meniki ekanini? Hech kimga. Tushundingmi? Tushundim. Davay. Unda ketdik. Davay, ko'rsating endi. Xo'p, buncha sabring chidamaydi. Tak, qani? Mana bu gelik. Wow, bu qancha turadi? Bu 1,5 stak. 1,5 stak? Ha, blok izumrudidan 1,5 stak blok izumrud. Ha, nursin, juda ham qimmat. Ha, menda bor yo'g'i 1 stak bor. 1 stak qayerdan? Voy, siz so'ramang-da, men sizdan mashinangizni so'ramayman. Men bilan gaplashma, jinoyatchi, senda uncha pul yo'q. Nima? Tom ketganmi buni? Senda uncha pul yo'q, jinoyatchi men bilan gaplashma. Qoyil. Mana bu qishloqdagi sotuvchilarning ahvoli, mana nima ham qilardik? Bilmadim, nima qilaman, balki ular mana do'stlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu mashinani olsam arziydim yoki boshqasini qidirgan ma'qulmikin? Masalan, menga Jiguli ko'proq yoqdi gelikdan ko'ra.